Televizorda izlemek için kanalımıza mutlak abone olun. Cinemedia. Nima, restorandan olib, restoranga sotamizmi? Unda nima foyda qoladi? Ammo arzonroq sexdan olsak, ustiga qo'yib sotsak. Ha, aytgancha. Nabira muborak bo'lsin sizga. Qanaqa nabira? Voy, Lena o'g'il tug'di. Vohli tug'ib qo'ydimi? Hozir to'g'riga yuramiz. Anu anhorga tashlab yubormaysizmi? Yo'q. Anhor yo'q bu yerda. Ko'zingni ochma. BBC xabarlardan bexabar qolsanda. Bugun dadam bilan oyimga romantika uyushtirdim. Oyimni xursandliklarini ko'rsang. Hali hech qachon bunaqa xursand ko'rmagandim. Xotin tuqqani aytsammikan? Bilsa oldiga chopib borsa kerak. Ha, aniq boradi. Aytmayman. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Bugun uchrashuvga chiqasan. Chiqmayman, oyi. Agar senga ona kerak bo'lsa, chiqasan. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Gapiring. Nima ko'rsatmoqchi edingiz? Sovuq gapira qoling. Malikaxon, hushingizdan ketib qolishingiz mumkin. Boshimni qotirmang. Ko'rsatadigan narsangizni ko'rsating, bo'lmasa men erimni yoniga chiqib ketaman. Chiqib keta olmaysiz. Buni qayerdan oldingiz? Buni topdim. Bu narsa Photoshop emas. Bilasiz, a? Men-ku bilaman. Lekin cholimga programmada qilingan deyman. Befoyda. Men nima desam shunga ishonadi u. Har bir sevgini hamchi chegarasi bor. Malikaxon, bir kun o'sha cholli ham joniga tegasiz. Sizni joningizga tegmadim-ku. Hali ham ortimdan yuribsiz. Men seni ortingdan yurmayapman. Qasdimni olyapman. Men seni chaqirmagandim-ku. Bilaman chaqirmaganingizni. O'zim keldim. Nimaga kelding? Yalingani keldingmi? Yo, menga loyihani sotmoqchimisan? Sizni qutqargani keldim. Sen avval o'zingni qutqarib ol. Meniki ahvolim yaxshi. Lekin seniki odam havas qiladigan emas. Lekin men unaqa deb o'ylamayman. Qo'yningizda ilonni kattasini saqlab yurganingizdan xabaringiz bormi? Kimni aytyapsan? Kimmi bo'lardi? Nazokatni. Uni asli ismi Umida. Keyin Malikaga aylantirgan ayolni aytyapman. Aljirama. Nazokatga tuhmat qilma. U juda hokisor ayol. Mana shu hokisor ayol sizni bir kun o'ldiradi. Shuni aytmoqchi edim.
Siz esa menga umuman ishonmaysiz. Chunki u sizni ko'zlaringizni ko'r qilib bo'lgan. Yolg'on yashiqlari bilan boshingizni aylantirib olgan. Ha, turmushga chiqmaganman deganmidi? Ha? Aldagan. U shu paytgacha 5 marta qonunan turmushga chiqqan. Balki undan ham ko'pdir. Bizni bilganimiz shuncha. Dadasi. Bu qiz pul topyapman deb bunaqa kech kelishi menga yoqmayapti. Ha, pul topadigan odam kech keladi-da. Pulni pulga uradi. Har kuni yuragimni hovuchlab o'tirar ekanman-da. Bu qiz qachon kelar-ekan deb. Menga qara, bo'ldi endi, vahima qilavermagin endi. Yo, dadasi. Bunaqa kech kelishni yig'ishtirsin. Repetitorlik qilmasi menga yoqmayapti. Nega tushunmaysan ey? Axir u ham kimdir bolasiga yordam beryapti-yu. Savobi tegyapti. Shu borayotgan oilasi bilan tanishib kelsak bo'lar ekan. Hop. Nima desang shu. Qil Zarinaga telefon. Ayt. Sen olib kelgani o'zimiz boramiz de. Ha, o'sha odamlarni ko'rib kelsa yaxshi bo'lardi. Kimlar o'zi? Nima ish qilishadi? Kasbkori nima? Bo'l, ovqatingni yeb borib kelamiz. Qo'ng'iroq qilmaymanmi? Ha, qil bo'lmasam. Xo'p. Bari yolg'onchisanlar. Nazokatni mendan ayirmoqchisanlar. Xo'sh. Yaxshi. Ishondim ham deylik. Lekin isboting bormi? Qani isbot? Aytib qo'yay. Mingta rasm bersang ham ishonmayman. Yaxshi. Sizga isbot kerakmi? Isbot kerak. Qani turing o'rningizdan. Turing. Oynadan pastga qarang. Tura qoling. Marhamat, ko'ring. Nima deb o'ylaysiz? Bular bir-birini qayerdan taniydi? Ha? Nimalar haqida gaplashayotgan ekan? Ular ish bo'yicha gaplashayotgandir. Yo'q. Mana bu videoni ko'ring.
Mana do'stlarim, biz hozir ayolim bilan baxtli onlarimizni belgilab, sayr sayohatga chiqdik. Farzandlik bo'lsak, farzandlarimiz ko'rishadi. Bu tarixiy daqiqalar. Nima qilasiz? Olmang, bo'ldi. Voy, nima qildi? Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izlemek için kanalımıza abone olun. Ayolim bo'lsang. Mayli, endi kerak emas. Voy bu. Namuncha nozlanding? Sevganimsan u. Oling. Qani? Olingchi. Bismillah. Xo'sh, sizga kim yordam berdi? Hamma seni sotdi. Birinchi bo'lib Singiljoning. Voy, yaramasang. Shirinlikni ham o'xshamaganiga u sababchi. Bitta komandamiz-deng. Xo'sh, keyinchi? Hammasini bilishing shartmi? Albatta. Bilib qo'yganim yaxshi-da, ichimdagi dushmanlarim. Ular seni do'stlaring. Sen xursand bo'lishing uchun harakat qilishdi. Avval o'g'ling bilan maslahat qildik. Zo'r. Keyin mana shuni tashkillashtirdik. O'sha kuni yarash kuninglarga biz xalaqit berdik dada. Hech qisi yo'q. Oying o'zi shunaqa. Restoranda joy gaplashib keldim. Oyimga surpriz qilamiz. Men senga 18 yosh bo'lamanmi? Qo'ysenchi, unaqa yoshlardan o'tib bo'lganman. Oyimga kutilmagan sovg'a bo'ladi. Xarajatni ham o'zim ko'taraman. Mayli, gaplashib ko'r. Avval ssenariy tuzamiz. Qanaqa ssenariy? Oyim bilmasliklari kerak. Kutilmaganda bo'lsa boshqacha bo'ladi. Mayli. Xolamni ham ishga solaman. Pishiriqlari o'xshamaydi. Keyin ishlamayman deb uyga boradilar. Keyin siz ularning asablariga tegib restoranga olib kelasiz. Olang ko'nmasa kerak. Opasiga o'lgudek sodiq-u. Dada, siz xo'p deng, men ko'ndiraman. Mayli. Bo'pti. Xo'p. Voy, Farhod telefon qilyapti. Ko'tarchi. Alo. Xola yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Farhod yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Oyim siz bilanmi? Ha. Men bilan? Qarang, men bilan nima haqida gaplashayotganingizni oyim bilmasinlar. Ha, xo'p. Bo'ldimi? Gapiravering, eshitmayaptilarmi? Tinchlikmi? Ha, dadam oyimga uzuk sovg'a qilmoqchi edilar. Gul berib, surpriz qilmoqchi edilar. Xullas, oyimni amallab jo'natish kerak. Hozir men sizga nima qilishni aytaman. Tushundingizmi? Xo'p. Bo'pti, o'zlariga aytib qo'ying. Xo'p. Xola, sizga ishondim. Ehtiyot Yo'q, bo'ldi. Xo'p. Bo'pti. Nima gap, tinchlikmi? Nima dedi? Tinchlik. O'zi shundoq telefon qildi. Sizdan hol ahvol so'ragani. Voy bolam bechoraga. O'zimga telefon qilsa bo'ladi-yu. Telefon qildi. Negadir telefoningizga tusha olmabdi. Yaxshi. Opa, uyga bormaylik. Ko'chalarni ozgincha aylanaylik. Negadir uyda zerikib qolyapman. Kuyovingiz komandirovkaga ketgan.
Jiyanlaringiz ham kech kelishadi. Shunga biroz ko'chalarni aylanaylik. Mayli. Sen nima desang shu. Hamma ishlarni Nozmatdan yo'riqib qo'ygan. Shunaqa qilib, ota-bola menga surpriz qildinglar. Yoqdimi surpriz? Uddaladinglar. Qani, desertdan ham bir ko'raylikchi. Qani? Lekin men bu shirinlik uncha o'xshamabdi. Men pishirgan shirinlik 1000 marta yaxshi chiqqan edi. Juda mazali, menga yoqdi. Birinchidan, shakari o'ta ko'p. Ikkinchidan, kremi ham, xamiri ham ko'p. Boshlandi. Senga o'zi nima yoqadi? Ha, shunaqa dedim nozik. O'zim pishirgan shirinliklar yoqadi. Bo'pti, yemasang ber, o'zim yeyman. Bo'pti, mang. Sizga mana shu, mana. A- Ha? Nega to'xtadik? Men hozir dadamga ovqat olib olay, tez chiqaman. O'g'lim hozir ancha o'zgargan. Ingliz tilidan IELTS olmoqchi. Tinmay o'qib yotibdi. Zo'r-ku. Va nihoyat o'qishga qiziqibdi. Bu uchun dadamga rahmat. Uni menga tarbiyalab berdilar. Kattalar qarashmasa, ota-onalar bolalarga qarashga qiynalishadi. Xudo xohlasa, shu yil 11 ni bitiradi. Uchuvchilar maktabiga olib boraman. O'g'lim hali katta samolyotlar minadi. Ilohim, shunaqa martabali yigit bo'lsin. Meni undan umidlarim ko'p. Sen o'tirib tur, men hozir. Xo'p. Xo'sh, bunga nima deysiz? Yolg'on. Hammasi yolg'on. Bularning hammasi sun'iy intellektda qilingan. Hozir bunaqa narsalar ko'payib ketgan. Meni bu bilan aldolmaysan. Yaxshi. Mayli, buni sun'iy intellekt deylik. Lekin
Hozir oynadan qaraganlaringiz ham sun'iymi? Nazokat yaxshi ayol. U mehribon. U avvaliga yaxshi ayol bo'ladi. Mehringizni qozonadi. Ichingizga ilondek kiradi. Keyin bo'lsa sizni bor budizdan ayiradi. Unga sizni joningiz emas, pullaringiz kerak. U o'z rolini juda ham qoyilmaqom o'ynaydi. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izlemək için kanalımıza abone olun. Men sizdan xafaman. Nimaga xavasiz xonim? Xonangizda katta seyf bor. Bo'lsa nima qilibdi? Qayerga borsangiz ham o'sha og'ir seyfni o'zingiz bilan ko'tarib yurasiz. Seyfni ichida nima bor? Menga ko'rsatmaysiz. Kalitingizni doim bekitib yurasiz. Qani bonu keling. Sizga bir surprizim bor. Yana qanaqa surpriz? Mana. Bu kalit. Bu seyf. Qani bir ochib ko'ring-chi. Bular hammasi haqiqiymi? Haqiqiy. Surprizingiz shumidi? Shu. Mana, Qalay yoqdimi? yaxshi. Muzeyga kelgandek bo'ldim. Ha, ish qilib. Xazinani qayerdaligini aytib qo'ymaganmidingiz? Yo'q. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Meni hech kim aldamaydi. Demak, tuzoqqa tushib bo'lgansiz. Sodiq aka, sizni yana qancha aldab yurish kerak? Afzal. Nazokatni fosh qilish senga nima kerak bo'lib qoldi? Nimaga o'zingdan o'zing mehribon bo'lib qolding? Siz hali ham tushunmadingizmi? Siz menga ustoz deysiz. Mana bu yerim achishgani uchun aytyapman. Sizdan ko'p narsa o'rgandim. Mayli, gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin sizni dushmaningiz emas, do'stingiz ekanligimni tushunasiz. Jahon, Labbay. buni yo'qot ko'zimdan. Yo'qot. Yaxshi, o'zim ham ketaman. Gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'ring.
Gaplarim ta'sir qildimi? Ha. Judayam asabiylashyapti. Yaxshi. Demak, otgan o'qimiz nishonga tegdi. Bu yog'ini ko'ramiz. Endi bu yog'i sizga bog'liq. O'zingiz sekin tushuntirib qo'yasiz. Mayli. Sodiq Turg'unovich, ahvolingiz yaxshimi? Nahotki u meni aldagan bo'lsa, Bo'lishi mumkin. hozir kimga ishonishni ham bilmayman. Ikki dushmanimdan ham bir xil gap eshitdim. Afzal ham Rahmat ham bir xil gap gapirishdi. Rahmatga-ku ilgarilari ishonmaganman. Lekin Afzal meni aldamaydi. U doim rost gapirgan. Xo'sh. Endi nima qilasiz? Bilmadim. Ichimda bittasi rost bo'lsa-chi, bittasi yolg'on bo'lsa-chi deydi. Shef, buni ichmang. Tushunmadim. Nimaga? Opa choyga nimadir qo'shib beryapti. Nima qo'shib beradi? O'ziga o'rgatuvchi, bog'lantiruvchi modda. Xavotirli joyi yo'q. Bu hamma ovqatga qo'shiladi-ku. Nima deb o'ylaysiz? Oshqozoningizdagi o'simta qayerdan paydo bo'ldi? Aynan mana shu modda onkologiyani qo'zg'atish xususiyatiga ega. Ya'ni rakni chaqiruvchi modda. Yo'q-e. Sen bularni qayerdan bilasan? Men bu choyni laboratoriyada tekshirtirdim. Nima deding? Ha. Doktorni bergan aniq tashxisi bor. Jahongir, sen bu ayolni iziga tushasan. Kim bilan uchrashyapti? Qanday yolg'onlarni to'qigan? Hammasini bilib kelasan. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Bor. Nahotki bu ayol meni aldagan bo'lsa, ko'zimga tikilib turib, menga xiyonat qilayotgan bo'lsa, nima uchun? Qaysi aybim uchun? Nima uchun? Nima sababdan? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Kasalxonaga hamma keladi. Hammanglarni ininglar buzilib, qimirlab qoldinglarmi? Oyog'im ostida o'ralashingiz shunaqa jonimga tegdi. Shu ezg'ilab tashlasammikin-a? Meni ezg'ilaguncha o'zingizni qutqaring. Bu yog'i pishib qoldi. Chol mendan hech qachon voz kechmaydi. Ko'ramiz. Siz bu yerda ming'irlab, menga teng bo'lguncha borib xotinchingizdan xabar oling. Oilangizni tiklang. Hamma o'zini oilasini o'ylasa bo'lardi. Agar uni oila deb bo'lsa,
Rahmat. Maslahatingizga amal qilaman. Bu safar maslahatim kor qilmasa kerak. Maraz. Oling. Mana shu kelayotgan jumada nikoh o'qitamiz. Hali juda erta. Avval suddan ajrim kelsin, keyin Yo'q. U senga hech qachon ajrim bermaydi. berguncha kutaman. Ahmoqlik qilma. O'z g'ururini ham yerga urmagan. Men u uchun emas, o'zim uchun kutyapman. Qo'ysang-chi, ko'ngil uzib ketolmayapsanmi o'sha eringdan? Ha, o'sha. Meni bolalarimning otasi. Bo'ldimi? Menga dadang aytdilar. Hamma erkaklar xudbin bo'ladi. Erim ham, dadam ham, hattoki siz ham. Hammasi o'zini o'ylaydi. Nikoh o'qitiladi. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izlemek için kanalımıza abone olun. Dadangni aytgani bajariladi. Yaxshi qol. Keling Banu. Afzal deganlari paydo bo'lib qoptimi? Ha, meni ko'rgani kelibdi. Yana tuhmatlar qilib, bir balolar to'qib ketdimi? Yomon ayol 5 ta eri bor deyishdim. Ha, bir nimalar dedi. Dedi, men e'tibor bermadim. Itakilida karvon o'tadi. Qo'yavering. Boyim. Ularning gapiga ahamiyat bermabsiz. Nimaga kayfiyatingiz yo'q bo'lmasa? Biroz charchadim shekilli. Mayli. Unda yotib dam oling. Men ham boray. Ha, bir narsa so'ramoqchi edim. So'rang. Qaysi uyda turibsiz? Menikidami yo o'zingiznikidami? O'zim uyimda. Men sizsiz uyimizga bora olmayman. Tushundim. Shunaqa deng. Buni nimaga qovog'i soliq? Bir o'zimni kechasi jo'natmasdi, haydovchi bilan yuborardi. Bir balo deb cholni boshini qotirgan bo'lar. Boyim, choy damlab beraymi? Yo'q, shart emas. Doktorlar kechasiga choy ichmang deyishdi. Mayli, siz erta turib keting. Mayli. Biror narsa kerak bo'lsa, telefon qiling. Hop. Ketaveraymi? Boring. Labbay Sodiq Turg'unovich. Jahongir,
Kasalxonaga tez qayt. Tinchlikmi nimaga? Uyga borib kelamiz. Bir narsani tekshirib ko'rishim kerak. Tushundim. Hozir ortga qaytaman. Tezroq bo'lgin. Xo'p bo'ladi. Sodiq. Soddaliging sen bolani bir kun boshingga yetadi. Ko'ngil bo'shlik qilib, xazinani ochib ko'rsatamanmi? Bu hayotimdagi eng katta xato edi. Oxiri baxayr bo'lsin. Shu soddaligim boshimga yetmasa bo'ldi. Bonu. Nazokat. Nazokat. Xo'sh. Ichkarida nima gap? Menimcha nishonga tegdi. Chol asabiylashib turibdi. Nazokatni kimligini bildimi? Asl basharasi ochildimi? O'zini ishonmaganga soldi. Ammo ichidan nima o'tayotganini o'zi juda yaxshi biladi. O'zingizda nima gaplar? Bu shaytonni urg'achisini ko'chada ushlab turishim o'zi bo'lmadi. Nega endi? G'aybulla aka, katta rahmat sizga. Siz yordam bermaganingizda qo'limizdan hech narsa kelmasdi. Ish qilib, rejamiz amalga oshsin-da. Oshadi. Ertaga ma'lum bo'ladi. Bu nazokat deganlari uncha bunchaga tutqich beradigan ayol emas. Mana o'zlari nahotki xonimcha ketyaptilar. Bu ayol bemalol yurishini qarang. Cholni mol-mulki shuni qo'lida bo'lsa kerak. Agar chol bunga bosim qilsa, hech nimasiz qolishi aniq. Shuning uchun ham shoshib qoldi-yu. Xo'p, aka nima qilamiz bo'lmasa? Ketdik. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Pasportim top-toza. Zaks yo'q. Bu sizni sadoqat bilan kutganim ifodasi. Bilaman gulim, sizga ishonaman. Siz Bonu men uchun yaralgansiz. Bonu, borim sizniki. Nahotki nazokat meni aldagan bo'lsa, pasportini to'g'irlatgan bo'lsa. Yo'q. Menimcha u yaxshi ayol. Hammasi meni asabimni tiyish uchun qilingan o'yin bo'lsa kerak-a. Nahotki Jahongir ham ularga sotilgan-a? Qachondir hammasi oydinlashadi. Ana o'shanda ko'ramiz haqiqatni. Sodiq Turunovich, tayyormisiz? O'tir. Senda gapim bor. Eshitaman. Nozima, yaxshi bo'ldingmi qizim? Ha. Boyagidan ancha yaxshiman. Oyjon, nimalar bo'ldi? Aytib beringlar. Men aytmay sen eshitma deydi-yu. Ayta qoling, ichim qizib ketdi. Buncha chiroyli,
Dadajon, siz olib berdingizmi? Vau. 40 yilda bir marta berdilar. Qo'y. Har yili olasan-u. Voy, qanaqa har yili? Aldamang endi. Rosa yarashibdi oyijon. Rahmat. Ha, oyi. Nimalar bo'ldi? Aytib beringchi bir. Syurprizimiz o'xshabdimi? Ha, o'xshagani ko'rinib turibdi-yu. Oyijon xursandlar. Bo'lmasam hammamizni bir qator qilib terib qo'ygan bo'lardilar. Qornim och, bolalar, ovqatlanaylik. Bolalar, men bugundan boshlab o'z-o'zimga so'z berdim. Faqat kulib yuraman. Xudoga shukr. Ura! Ilonni zahri asalga aylandimi deyman, ha? Uyimizda ilon men emasdim-u. Menga qara. Sen Anula bilan mabodo tiling bir emasmi? Yo'q. Nega unaqa deyapsiz? Yolg'on gapirma. Nimaga bo'lmasa? Afzalni yetaklab kirding? Uni o'zi kiraverishda turgan ekan. Bilib qo'y bola. Agar sen ham u taraf bo'ladigan bo'lsang, men seni kechirmayman. Ayab ham o'tirmayman. Sodiq Turg'unovich. Men sizni tuzingizni yeb, tuzlig'ingizga tupuradigan emasman. Yaxshi. Bo'lmasa bu yerda kim o'yin qilyapti? Ana shuni anglolmayapman. Yoki mana bu kasalliklar meni aqlimni xira qilib qo'ydimikin? Avvallari tez aniq fikrlardim. Kim yolg'on gapiryapti, kim o'yin qilyapti? Hammasini ajratib olardim. Endi bo'lsa galavani uchini topolmayapman. Sodiq Turg'unovich, meni fikrim sizga qiziqmi? Agar sizga qiziq bo'lsa, gapiraman. Bo'lmasam, gapir. Bu yerda yagona o'yin qilayotgan Nazokat Botirovna bo'ladi. Sizning dushmanlaringizni 2 barobar ko'paytiryapti. Nahotki men shuni sezmagan bo'lsam. Yo'q. Nazokatni qo'ldan kelmaydi bu ishlar. Unga o'zimdan ham ko'proq ishonaman. Shundaymi? O'zimdan ham ko'proq. Chunki siz u ayolni sevasiz. Sevgi ko'zingizni ko'r qilgan. Oyijon, kulish sizga biram yarashadi. Rahmat qizim. Baxtli ayolgina chiroyli kuladi. To'ppa-to'g'ri. Va nihoyat. Shu gaplarni, shu paytlarni ko'radigan kunlarim keldi-yu, ha? Ha. Hammasi uchun rahmat sizlarga. Arzimaydi. Sizga rahmat. Oyijon, doimo mana shunaqa kulib, baxtli yashab yuring. Rahmat bolam. Yaxshiyam borsizlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Oyijon, menga rahmat yo'qmi? Senga nimaga rahmat aytishim kerak? Sizni keliningiz bo'lganim uchun-da. Voy.
voy, qayoqqa? Sizga tashqariga chiqish mumkin emas? Toza havoni aylanib kelamiz. Buning uchun doktordan ruxsat olish kerak. Doktoringga borib aytib qo'y. Tashqariga chiqib ketilar degan. Nega tushunmaysiz? Buning uchun men gap eshitaman. O'zim aytaman. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamışsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. Bor ishingni qil. Mushtumga qiz bo'lib turing menga. Aql o'rgatasan? Men hozir doktorga xabar beraman. Bor ayt. Nazokat, oladiganingni olib bo'lding. Yetar endi. Vaqtida bu yerdan ketishim kerak. Menimcha afzal kirib hamma sirimni aytib chiqqan. Cholni rangi bekorga o'zgarib qolmagan. Bularni qanaqa qilib olib ketsam bo'ladi? Pullar hal qilishim kerak. Yana bir kunim bo'lganda ularni kartamga o'tkazib olgan bo'lardim. Ertaga ertalab bankka borib, kartamga o'tkazib kelsam-mikin? Kallam qursin. Nimaga shuni vaqtliroq qilmadimmi? Ertaga 9 dan bank ishlasa, 11 gacha hammasiga ulguraman. Alo. Alo. Assalomu alaykum, Nazokat opa. Yaxshimisiz? Zulichka jonim, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat. Nima xizmat opajon? Ha, menga ertangiga bilet kerak. Yo Istanbulga, yo Kiprga. Xo'p. Qanaqasidan bo'lsin? Qimmatroq bo'lsa ham mayli. Biznes klassdan. Faqat ertalabdan emas, xo'p? Xo'p, tushundim. Siz uchun topaman. Rahmat jonim. Kartangni tashlasang, pul jo'natib boraman. Xo'p bo'ladi. Keyin biletni tashab qo'y. Xo'p, mayli. Rahmat. Bering buni. Oyi? Uyalmasdan kevoldinglarmi? A? Menimcha-chi. Oyimni bilib qolishgan. Shunga ketyaptilar. Nimani bilib qolishgan? Nimaga xotiningni oldida har baloni gapiraverasan? Siz bizdan qutulasiz. Niyatingni qara, niyatingni. Kravatingizdagidan bir ikkita pachka tashab ketsangiz yaxshi bo'lardi. Joyini ham biladi. हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। तो देखते हैं, हमने प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम पढ़ लिया था। अब अपना पढ़ते हैं हम आगे का पार्ट भी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जितनी भी स्कीम्स आई थी, अब धीरे धीरे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहली है हमारी IADP जो कि आई थी 1960 में। IADP क्या होता है? ये होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल
डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये लॉन्च हुई थी। आई थी कब आई थी? 1960 में। इसका जो इंडियाज फर्स्ट इनिशिएटिव टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाय प्रोवाइडिंग अ पैकेज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स, इंडियाज फर्स्ट इनिशिएटिव, जो इंडिया का पहला इनिशिएटिव था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने का, वो था अ पैकेज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड, अच्छे किस्म की बीजें को, अच्छी किस्मों के बीजों का उपयोग करना, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का एंड मॉडर्न टेक्निकल नॉलेज टू फार्मर्स इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। और जो भी नई टेक्नोलॉजी है खेती करने की, उनको यूज करना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फॉर लिंकिंग फार्म विथ क्रेडिट। फॉर लिंकिंग विथ फार्म, फार्म को क्रेडिट के साथ जोड़ना। इसका मतलब हुआ कि उनको लोन प्रोवाइड करवाना। लोन कोऑपरेटिव बैंक हो गया, जो कि ग्रामीण बैंक होते हैं, उससे उनको लोन प्रोवाइड करवाना। और जब उनकी अच्छी फसल होगी तो कम जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही मतलब नॉमिनल रखा गया है, जिससे किसान भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। ये है हमारा फॉर लिंकिंग
गुड इवनिंग दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। तो आइए देखते हैं, हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम स्कीम के बारे में पढ़ा था, जिसके कई सारी स्कीम प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कीम थी वो थी पंचायत राज सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पंचायत राज सिस्टम ये कब आई थी, क्यों बनाया गया था इसको, तो इसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे आज। द टर्म पंचायत राज वॉज कॉइन्ड बाय JL नेहरू। तो इस टर्म को जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। और ये आया कब था, तो ये आया था 1959 को। ये क्या है, पंचायत राज सिस्टम क्या है? इट इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का ये सिस्टम है। दिस सिस्टम वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड बाय JL नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 एट नागौर, राजस्थान। सबसे पहले ये सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, JL नेहरू जी द्वारा लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पर आया था सबसे पहले? ये तो राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर में। तो पंचायती राज सिस्टम और एक किनके सिफारिश पे ये आया था, किसने रिकमेंड किया था? तो ये बलवंत राय मेहता जी ने इसको रिकमेंड किया था। उन्हीं के सिफारिश पे ये पंचायती राज सिस्टम आया था। और जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, या यूं कहें 3 टियर लेवल जो पंचायत राज सिस्टम का है, वो भी बलवंत राय मेहता साहब ने रिकमेंड किया था। उन्हीं के सिफारिश पे वो आया था। और इसको अगर हम देखें तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को 73वां संविधान संशोधन 1992 को ये आता है। अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत राज सिस्टम 1959 को इसका गठन होता है। और इस अमेंडमेंट के थ्रू आता है तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में अमेंडमेंट के थ्रू ये आता है। और अगर हम थोड़ा पॉलिटी की तो इसको समझें, तो जो पंचायती राज सिस्टम है या पंचायत राज जो व्यवस्था है, वो हमारी अनुसूची, संविधान की अनुसूची 11 में दी हुई है। और अनुच्छेद, आर्टिकल जो है, जो ये कवर करता है, वो है 243 से लेके 243O तक। और भाग यानी पार्ट में पंचायती राज या ग्राम पंचायत का जो उल्लेख है वो है भाग 9 में। तो ये नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में ये सबसे पहले वहीं पे ये
इसकी शुरुआत हुई थी, वहीं ये लॉन्च हुआ था जेएल नेहरू जी के द्वारा। रिकमेंड किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता ने। फिर आता है राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम। तो सबसे पहला स्टेट पंचायत राज सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला वो है राजस्थान, और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश ने उसी ईयर में इसको अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इन अप्रैल 1993 the 73rd Constitutional Amendment Act 1992 provided constitutional status to the Panchayati Raj institution। तो जो हमारा अमेंडमेंट था 1992 का 73वां संविधान संशोधन 1992, इसने क्या किया था कि इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। और वो क्या था? एंड रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट्स, 1/3 सीट जो है उसमें ये कहा गया था कि 1/3 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन्स। किसमें होगा? रिजर्व्ड होगा तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व होंगी वुमेन्स के लिए। और वहीं बिहार ने कितना रिजर्वेशन दिया था? तो बिहार ने दिया था 50%, 50% वुमेन्स के लिए सीट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन्स के लिए जो बिहार ने जो रिजर्वेशन दिया वो है 50%। ये लिखा है बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट टू रिजर्व, ये पहला राज्य था टू रिजर्व 50% ऑफ द सीट्स फॉर द वुमेन्स इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। Next point, the Ministry of Panchayati Raj was founded in May 2004। तो जो इसकी मिनिस्ट्री मंत्रालय है पंचायती राज, केंद्रीय मंत्रालय पंचायती राज सिस्टम का, वो लॉन्च हुआ था मई 2004 को। वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री जो हैं वो हैं राजीव रंजन सिंह जी। वर्तमान में इसके केंद्रीय मंत्री हैं पंचायती राज के। द बेसिक यूनिट और प्राइमरी बॉडी ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज द ग्राम सभा। जो बेसिक मूल इकाई है या प्राइमरी जिसको कहें बॉडी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इन दी PR system, PR for Panchayat Raj system, the Gram Sabha is the permanent in nature। ये क्या है? permanent in nature। इसका नेचर कैसा है? तो परमानेंट है। ग्राम सभा इज परमानेंट इन नेचर। ग्राम सभा जो है परमानेंट इन नेचर है। क्यों है परमानेंट? इसको हम समझते हैं, जैसे हो गया ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। तो जो ग्राम पंचायत होती है, जैसे हो गए हमारे सरपंच
वार्ड पंच, ये सरपंच, वार्ड पंच आर दी मेंबर्स ऑफ दी ग्राम पंचायत। लेकिन जो रजिस्टर्ड, जो भी ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, जो भी पंजीकृत वोटर होते हैं, वो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में। फिर इसको और देखते हैं, जो ये पंचायत राज सिस्टम आया था, तो जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, 3 टियर लेवल था, वो भी बलवंत राय मेहता साहब के द्वारा आता है 2 अक्टूबर 1959 को। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इसकी जो 3 टियर सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम। थ्री टियर सिस्टम में क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे ट्रायंगल बनाते हैं एक, इसमें पहला आएगा विलेज लेवल, यानी कि विलेज स्तर की जो व्यवस्था है, पहली विलेज लेवल, विलेज लेवल, विलेज लेवल। दूसरी आएगी ब्लॉक लेवल, दूसरी आएगी ब्लॉक लेवल, तीसरी आएगी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो पहली हो गई विलेज लेवल, दूसरी हो गई ब्लॉक लेवल, तीसरी हो गई डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब देखते हैं कि जो विलेज लेवल यानी जो ग्राम स्तर पर जो संस्था काम करती है उसको क्या बोलते हैं। तो जो ग्राम स्तर पर संस्था काम करती है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। और जो ब्लॉक लेवल पे यानी ब्लॉक स्तर पर जो काम करती है उसको बोलते हैं पंचायत समिति। जो भी संस्था ब्लॉक लेवल पर काम करती है उसको बोलते हैं पंचायत समिति, पंचायत समिति, उसको पंचायत समिति बोलते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है उसको बोलते हैं जिला परिषद। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिला परिषद, जिला परिषद, उसको बोलते हैं जिला परिषद। अब जो ग्राम पंचायत होता है इसका जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो होता है सरपंच, लेकिन कुछ जगहों में इसको प्रधान भी बोलते हैं। तो सरपंच या प्रधान कहेंगे, अलग अलग जगह में इसको अलग नाम से जानते हैं। तो इसका प्रमुख जो राजनीतिक प्रमुख होगा इसका, उसको कहेंगे हम सरपंच या प्रधान। और जो प्रशासनिक प्रमुख होगा उसको हम कहेंगे ग्राम सेवक।
जिसको हम लोग बोलते हैं वीडियो, ग्राम सेवक या वीडियो। और पंचायत समिति में कौन होगा? तो इसका जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो कुछ जगहों में उसको प्रधान बोलते हैं और कुछ जगहों में उसको ब्लॉक प्रमुख जिसको कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख या प्रधान इसका राजनीतिक प्रमुख होता है। और प्रशासनिक प्रमुख इसमें कौन होता है? तो इसका प्रशासनिक प्रमुख हो गया आपका बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और तीसरा होता है हमारा जिला परिषद। तो जो जिला परिषद है, जिला परिषद होता है, इसका प्रमुख कौन होता है? तो जिला प्रमुख, इसका जो राजनीतिक प्रमुख है उसको कहेंगे जिला प्रमुख। इसके राजनीतिक प्रमुख को हम लोग जिला प्रमुख कहेंगे। और इसका जो प्रशासनिक अधिकारी है वो हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ ये आईएएस होते हैं या यूँ कहें कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स जो पीसीएस के थ्रू जाते हैं। और यही सीईओ एज अ डीडीए अपनी सर्विस देते हैं जिला पर। जो डीडीए नियुक्त होते हैं तो वही सीईओ ही रहते हैं वो। और ये था हमारा 3 टियर सिस्टम जो कि रिकमेंड इनके सिफारिश पे आया था। ये आया था बलवंत राय मेहता साहब की सिफारिश पे आया था। और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। और इसमें क्या बताया जा सकता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो मेन यही था इसका। अब देखते हैं हम लोग 2 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। ये किसके सिफारिश पे आया था? तो अशोक मेहता जी के सिफारिश पे आया था 1978 को। ये 78 कुछ जगह इसको 78 कहा गया है। तो 77 में इस पे काम चल रहा था, लेकिन जो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो 78 को ही फाइनली सौंपी गई थी, इसलिए 78 इसको लिखते हैं हम लोग। या कहीं कहीं पे 77 भी देता है। तो 2 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज क्या है? फर्स्ट एडॉप्टेड बाय कर्नाटका। इसने सबसे पहले कौन सा राज अपनाया था? तो कर्नाटक ने। इट एग्जिस्ट इन डिस्ट्रिक्ट वेयर द पॉपुलेशन इज लेस देन 2 लाख। तो जो 2 स्तरीय व्यवस्था है वो वहां पर लागू होगी जहां की पॉपुलेशन 2 लाख से कम है। एंड स्टेट्स दैट डू नॉट हैव द पंचायती राज सिस्टम, जिन स्टेट्स में पंचायती राज सिस्टम नहीं है उनके नाम हैं मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो जिन स्टेट्स में पंचायती राज सिस्टम नहीं है उनके नाम हैं मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। Elected members of the Panchayati Raj institution have a tenure of 5 years. तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो भी पंचायती राज संस्था का जो भी टेन्योर होगा वो होगा 5 साल। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है।
It is identified as the prime instrument for democratic decentralization. It is identified as the prime instrument for democratic decentralization. ये democratic decentralization क्या है? इसका ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट है. ये क्या होता है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका पंचायती राज सिस्टम. और ये होता क्या है? तो ये होता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड फंक्शन फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी टू द लोकल एंड रीजनल अथॉरिटी. मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस एंड पावर फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी टू द रीजनल एंड लोकल अथॉरिटी. मतलब जो भी सेंट्रल से जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसके लिए लोकल अथॉरिटी के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका पंचायती राज सिस्टम, जो कि सेंट्रल से पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई. ये आपके सामने है, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट. तो इसी को हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. और यहाँ पे भी इनका चुनाव होता है. जैसे ग्राम पंचायत में ये इलेक्ट होते हैं डायरेक्ट, इनका जनता चुनती है. इसी तरह इसमें भी होता है. लेकिन जो ये पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति में जो भी प्रधान या ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं, वो बीडीसी मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं. जो भी सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के जो भी सदस्य होते हैं, वो मिलकर चुनते हैं उनको, या बीडीसी मेंबर. और इसमें भी जनता के द्वारा ये चुने जाते हैं. तो ये था आज का हमारा क्लास. तो चैनल को आप लोग सपोर्ट दिखाएं, सपोर्ट दें. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.